1 avgustdan boshlab yangi qoidalar kuchga kirish haqida gap ketganda ko'pchilik bitta savolni beradi. Bu menga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Men bugun aynan shu savolga aniq javob beraman. Chunki bunday o'zgarishlar faqat tadbirkorlarga, faqat haydovchilarga yoki faqat davlat idoralariga tegishli deb o'ylash katta xato bo'lishi mumkin. Ayrim qoidalar sizning hujjatingizga, jarimangizga, to'lovingizga, ish joyingizga, biznesingizga yoki kundalik xaridlaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu video juda muhim. Men hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Oldin qanday edi, endi nima o'zgardi, kim tayyor turishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi, qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy tavsiyalarni yakunda beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam keraksiz jarima. Ortiqcha xarajat va asabiylashishdan qutuladi. Men avvalo bitta narsani tushuntirib olay. 1 avgustdan kuchga kiradigan yangi qoidalar deganda, odatda bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishdagi o'zgarishlar nazarda tutiladi. Bu kommunal to'lovlar, soliq va kassa intizomi, yo'l harakati, elektron hujjatlar, ijtimoiy yordam, bank operatsiyalari, tadbirkorlik faoliyati yoki ma'muriy tartiblar bo'lishi mumkin. Eng katta muammo shundaki, odamlar yangilikni eshitadi, lekin uning amalda qanday ishlashini tushunmaydi. Natijada menga tegishli emasdir deb yuradi. Keyin esa tizim avtomatik jarima hisoblaydi. Ariza qaytadi yoki xizmat ko'rsatish to'xtab qoladi. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatga, shaxsiy tanish-bilish yoki idoraga borib so'rashga bog'liq edi. Masalan, biror to'lov bo'yicha qarzingiz bo'lsa, siz buni ko'pincha keyinroq bilardingiz. Biror hujjat muddati tugagan bo'lsa, uni faqat muammo chiqqanda eslardingiz. Tadbirkor bo'lsangiz, chek bermaslik yoki hisobotni kech topshirish ko'pincha tekshiruv bo'lmaguncha sezilmasdi. Endi esa ko'p narsalar elektron tizimlar orqali kuzatiladi. Davlat organlari, banklar, soliq tizimi, kommunal xizmatlar va boshqa bazalar o'zaro bog'lanib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Endi qoidabuzarlikni yashirish qiyinlashadi, kechikishlar tezroq ko'rinadi. Hujjatdagi xato avtomatik aniqlanishi mumkin. O'zgarishning asosiy mazmuni shuki, fuqarodan ham, tadbirkordan ham mas'uliyat ko'proq talab qilinadi. Bilmagan edim degan gap amalda himoya bo'lib qolmaydi. Masalan, sizda shaxsiy kabinet bo'lsa, undagi xabarnomalarni ko'rmasangiz ham tizim sizni xabardor qilingan deb hisoblashi mumkin. Yoki tadbirkor sifatida onlayn kassa ishlatishingiz kerak bo'lsa, apparat ishlamay qoldi degan bahona har doim ham qabul qilinmaydi. Chunki zaxira tartib, servis shartnomasi yoki elektron chek imkoniyati bo'lishi kerak. Shuning uchun men har doim aytaman. Yangi qoida chiqqanda birinchi navbatda uning matnini emas, hayotingizdagi oqibatini tushunish kerak. Endi kimlar eng ko'p e'tibor berish kerakligini birma-bir ko'rib chiqaman. Birinchi guruh albatta haydovchilar. Agar 1 avgustdan yo'l harakati, jarimalar, texnik ko'rik, sug'urta yoki avtomobil hujjatlari bo'yicha yangi tartib kuchga kirayotgan bo'lsa, bu deyarli har bir oilaga tegadi. Chunki bugun mashina faqat hashamat emas, ishga borish, bola olib kelish, yuk tashish, taksi qilish yoki kichik biznes yuritish vositasi. Masalan, haydovchining sug'urtasi muddati 30 iyul kuni tugagan bo'lsa, u 5 avgust kuni ertaga qilaman deb yo'lga chiqsa, nazorat kamerasi yoki EPX xodimi buni aniqlashi mumkin. Oldin ayrim holatlarda ogohlantirish bilan qutulish mumkin edi. Endi esa elektron baza orqali muddat tugagani darhol ko'rinadi. Yana bir misol, avtomobil texnik ko'rikdan o'tish kerak, lekin egasi mashinam yaxshi yurib turibdi deb yuradi. Bu yerda muammo mashinaning yurishida emas, hujjatning tizimda ko'rinishida. Agar talab bo'lsa, o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tmagan haydovchi yo'lda to'xtatilganda yoki boshqa xizmatdan foydalanayotganda muammoga duch keladi. Ikkinchi guruh tadbirkorlar. Ayniqsa do'kon, dorixona, kafe, ustaxona, go'zallik saloni, servis markazi, onlayn savdo qilayotganlar, yetkazib berish xizmati bilan ishlayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Nega? Chunki yangi qoidalar ko'pincha hisob-kitob shaffofligi, chek berish, tovar kelib chiqishi, elektron hisob faktura, QR kod, plastik karta orqali to'lov, naqd pul aylanmasi kabi masalalarga tegadi. Tasavvur qiling, kichik do'kon egasi kuniga 3 million so'mlik savdo qiladi. U xaridorlarning yarmiga chek beradi, yarmiga bermaydi. Oldin bu faqat tekshiruvchi kelganda muammo bo'lishi mumkin dedi. Endi esa xaridorning o'zi chek talab qilishi, soliq ilovasi orqali xabar berishi yoki to'lov bank terminalidan o'tgani bilan chekdagi summa mos kelmasligi tizimda ko'rinishi mumkin.
Agar bir oyda 9 million so'm aylanma bo'lib, rasmiy kassa kodi millionni ko'rsatsa, savol tug'iladi. Qolgan summa qayerda? Bu savolga xodim unutgan, internet ishlamagan, apparat nosoz edi degan javob yetarli bo'lmasligi mumkin. 3-guruh ish beruvchilar va xodimlar. Mehnat shartnomalari, ish haqini rasmiylashtirish, ijtimoiy soliq, ta'til, ishdan bo'shatish tartibi, elektron mehnat daftarchasi kabi yo'nalishlarda o'zgarishlar bo'lsa, bu juda jiddiy masala. Chunki norasmiy ishlash bugun ertaga pensiya, kredit, subsidiya, dekret puli yoki kasallik varaqasi masalasida odamning o'ziga zarar bo'lib qaytadi. Misol uchun, xodim oyiga 4 million so'm oladi, lekin shartnomada 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan. Qolgan pul qo'lda beriladi. Bir qarashda hamma rozi. Ish beruvchi kamroq soliq to'laydi. Xodim esa hozircha pulini olyapti. Lekin ertaga u bankdan kredit olmoqchi bo'lsa, rasmiy daromadi past ko'rinadi. Ayol xodim dekretga chiqsa, hisob-kitob rasmiy ish haqidan qilinadi. Erkak xodim pensiya yoshiga yetganda ham shu rasmiy bazaga qaraladi. Shuning uchun 1 avgustdan nazorat kuchaysa, bundan faqat davlat emas, xodimning o'zi ham manfaatdor bo'lishi kerak. 4-guruh kommunal xizmatlardan foydalanuvchilar, ya'ni deyarli hammamiz. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi to'lovi bo'yicha yangi tartiblar odamlarning kundalik byudjetiga ta'sir qiladi. Masalan, limit joriy qilinsa yoki hisoblagich ko'rsatkichini o'z vaqtida kiritish talabi kuchaysa, e'tiborsizlik qimmatga tushadi. Uyda 5 kishi yashaydi, konditsioner ishlaydi, elektr plita bor, suv isitgich bor. Bunday oilaning sarfi boshqa oilaga qaraganda yuqori bo'ladi. Agar tariflar bosqichma-bosqich hisoblanadigan bo'lsa, siz qancha ko'p sarflasangiz, keyingi qismi qimmatroq narxda hisoblanishi mumkin. Demak, oddiy chiroqni o'chirib qo'yish ham real pul tejaydi. Yana bir hayotiy vaziyat, ijarada yashayotgan odam kommunal to'lovni uy egasi nomidagi hisobga to'laydi, lekin qarzdorlik bor yo'qligini tekshirmaydi. Bir kuni elektr o'chadi yoki gaz bo'yicha ogohlantirish keladi. Ijarachi men har oy pul berayotgan edim deydi. Uy egasi esa boshqa qarzlar ham bor edi deydi. Bunday holatda kim aybdorligini isbotlash qiyin. Shuning uchun men ijarachilarga ham, uy egalariga ham har oy to'lov kvitansiyasini, skrinshotni va hisob raqam holatini saqlab borishni maslahat beraman. 5-guruh nafaqa, subsidiya, moddiy yordam, bolalar puli yoki boshqa ijtimoiy to'lov oluvchilar. Bu sohada yangi qoidalar ko'pincha daromad tekshirish, oilaviy holatni aniqlash, mol-mulkni hisobga olish, elektron ariza topshirish va hujjatlarni avtomatik solishtirish bilan bog'liq bo'ladi. Oldin fuqaro mahallaga borib, ayrim ma'lumotlarni og'zaki tushuntirgan bo'lsa, endi tizim uning nomida uy, mashina, yer, firma, bank aylanmasi yoki rasmiy ish haqi borligini ko'rishi mumkin. Masalan, oila yordam so'rayapti, lekin erining nomida avtomobil bor. Avtomobil eski bo'lishi mumkin, daromad keltirmasligi mumkin, hatto buzilgan bo'lishi ham mumkin. Lekin tizimda u mol-mulk sifatida ko'rinadi. Yoki ayol bolalar puli uchun ariza beradi. Lekin turmush o'rtog'i norasmiy ishlasa ham bank kartasiga har oy kekin 10 million so'm tushum keladi. Bu pul qarindoshdan qarz bo'lishi ham mumkin. Lekin tizim uni daromadga o'xshash aylanma deb baholashi ehtimoli bor. Shuning uchun ariza topshirishda real holatni hujjat bilan isbotlash juda muhim. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz hujjatlaringizni vaqtida yangilagan bo'lsangiz, kommunal to'lovlaringizni nazorat qilsangiz, mashina sug'urtasi va texnik holatini tekshirib yursangiz, rasmiy ishlasangiz, tadbirkor bo'lsangiz, chek bersangiz, hisobotingizni vaqtida topshirsangiz, siz uchun yangi qoidalar falokat emas. Aksincha, tartibli odam uchun tizim qulayroq bo'ladi. Chunki kamroq navbat, kamroq qog'oz, kamroq borib keling degan gap bo'ladi. Lekin tartib bo'lmasa, kichkina e'tiborsizlik ham katta muammoga aylanishi mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik ko'rmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Qoida kuchga kirgan, sana bilan amalda qo'llanish sanasi har doim ham bir xil tushunilmaydi. Masalan, hujjatda 1 avgustdan kuchga kiradi deyiladi, lekin ayrim bandlar uchun sinov muddati, o'tish davri yoki alohida tartib bo'lishi mumkin. Odamlar esa buni eshitib, demak bugundan hamma narsa o'zgardi deb vahimaga tushadi. Aslida ayrim talablar darhol, ayrimlar 1 oy yoki 3 oy ichida joriy qilinishi mumkin. Shuning uchun men har doim rasmiy manbani tekshirishni tavsiya qilaman. Qaror raqami, e'lon qilingan sana, kuchga kirish sanasi, ilova va istisno bandlari. Ikkinchi nozik masala, eski huquqlar avtomatik yo'q bo'lib ketmaydi. Agar sizda oldin berilgan ruxsatnoma, guvohnoma
litsenziya yoki shartnoma bo'lsa, yangi tartib chiqqani bilan u darhol bekor bo'lmasligi mumkin. Lekin uning muddati qayta ro'yxatdan o'tish talabi yoki yangi formatga almashtirish sharti bo'lishi mumkin. Masalan, tadbirkorda eski namunadagi ruxsatnoma bor. U menda hujjat bor deb xotirjam yuradi. Ammo yangi qoidada falon sanagacha elektron reyestrga kiritilishi shart deyilgan bo'lsa, eski qog'oz hujjatning o'zi yetmasligi mumkin. Bu joyda odam huquqini yo'qotmaydi, lekin o'z vaqtida harakat qilmasa, xizmatdan foydalanishda to'siqqa duch keladi. Uchinchi nozik masala, jarima faqat pul emas. Ko'pchilik jarima deganda faqat ma'lum miqdordagi to'lovni tushunadi. Aslida oqibatlar bundan kengroq bo'lishi mumkin. Masalan, tadbirkor chek bermagani uchun jarima to'laydi. Lekin bundan tashqari uning faoliyati tekshiruvga tushadi. Soliq hisob kitoblari qayta ko'riladi. Bankdagi operatsiyalari savol ostida qoladi. Haydovchi sug'urtasiz yursa, jarima to'laydi. Lekin YTH sodir bo'lsa, zararlarni o'zi qoplashiga to'g'ri kelishi mumkin. Kommunal qarzdorlik bo'lsa, faqat penya emas, xizmat cheklanishi, qayta ulash xarajati va vaqt yo'qotish ham bor. To'rtinchi nozik masala. Oilada bitta odamning xatosi boshqalarga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, uy egasi qarzni to'lamagan bo'lsa, ijarachi aziyat chekadi. Firma rahbari hisobot topshirmasa, xodimning rasmiy ish staji yoki maoshi noto'g'ri ko'rinadi. Ota nomidagi mashinani farzand haydab yursa, jarimalar egasiga boradi. Shuning uchun oilada va biznesda hujjat kimning nomida degan savol juda muhim. Kimning nomida bo'lsa, tizim birinchi navbatda o'sha odamni javobgar deb ko'radi. 5-nozik masala, elektron xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirmang. Bugun ko'p xizmatlar SMS, shaxsiy kabinet, mobil ilova yoki elektron pochta orqali xabar beradi. Odam esa telefon raqamini almashtirgan, eski sim karta ishlamaydi, kabinet parolini eslamaydi. Ilovani o'chirib tashlagan. Keyin menga hech kim aytmadi deydi. Lekin ba'zida xabarnoma yuborilgan bo'lsa, sizga buni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Shu sababli telefon raqamingiz, elektron pochtangiz va shaxsiy kabinetlaringiz faol bo'lishi kerak. 6-nozik masala, hamma shunday qiladi degan bahona ishlamaydi. Masalan, bozorda ko'pchilik chek bermasligi mumkin. Mahallada ko'pchilik ijarani shartnomasiz qilishi mumkin. Ko'pchilik mashina jarimalarini vaqtida tekshirmasligi mumkin. Lekin nazorat sizga kelganda boshqalarning ham shunday qilgani sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamlar qoidani biladi. Lekin hozircha hech kim tekshirmayapti deb yuradi. Keyin bir kunda eski qarz, penya, jarima, hujjat muammosi bir joyga yig'ilib qoladi. 7-nozik masala, ariza va shikoyatda so'zlarni to'g'ri yozish kerak. Masalan, sizga noto'g'ri jarima kelgan bo'lsa, men rozi emasman deb yozishning o'zi yetarli emas. Qaysi sana, qaysi qaror, qaysi avtomobil, qaysi hisob raqam, qaysi to'lov, qaysi hujjat asosida e'tiroz bildirayotganingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Tekshirib bering degan umumiy murojaat sekin ko'riladi. 2025 yil avgust kuni falon raqamli jarima menga noto'g'ri biriktirilgan. Chunki avtomobil o'sha kuni sotilgan, oldi sotish shartnomasi ilova qilinmoqda desangiz, masala ancha aniq bo'ladi. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga oddiy, lekin juda foydali tartibni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil sug'urtasi, texnik ko'rik, uy-joy hujjatlari, ijara shartnomasi, mehnat shartnomasi, tadbirkorlik guvohnomasi, litsenziya yoki ruxsatnoma bo'lsa. Ularning muddatiga qarang. Muddat tugashiga 10-15 kun qolgan bo'lsa, oxirgi kungacha kutmang. Oxirgi kuni tizim ishlamay qolishi, navbat ko'payishi yoki bitta hujjat yetmay qolishi mumkin. Ikkinchi qadam, barcha qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal xizmatlar bo'yicha elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi hisoblarini alohida ko'ring. Jarimalarni tekshiring. Soliq qarzdorligi bor yo'qligini ko'ring. Agar tadbirkor bo'lsangiz, soliq kabinetiga kirib, hisobotingiz, to'lovlaringiz, elektron hisob fakturalaringiz, onlayn kassa holatini tekshiring. Qarzdorlik kichik bo'lsa ham uni e'tiborsiz qoldirmang. 30 ming so'mlik qarz vaqtida yapilmasa, keyinchalik penya. Cheklov yoki boshqa noqulaylik keltirishi mumkin. 3-qadam, shaxsiy kabinetlaringizni tiklang. Maydoq.uz, soliq ilovasi, bank ilovalari, kommunal xizmat ilovalari, jarima tekshirish servislaridagi telefon raqamingiz va parollaringiz ishlayotganini ko'ring. Agar telefon raqamingiz eski bo'lsa, yangilang. Chunki xabarsiz ko'rmaydigan raqamga ketsa, real hayotda siz bundan bexabar qolasiz. Lekin tizim buni yuborilgan deb hisoblaydi. 4-qadam, dalillarni saqlang.
to'lov qilsangiz, chek yoki skrinshotni saqlang. Ariza topshirsangiz, ariza raqamini yozib qo'ying. Idoraga borsangiz, qabul qilingan hujjat nusxasini yoki ro'yxatga olingan raqamni oling. Telefon orqali gaplashsangiz, sana va kim bilan gaplashganingizni yozib qo'ying. Bu mayda ko'rinadi, lekin nizoli vaziyatda aynan shu dalillar sizni himoya qiladi. 5-qadam. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, xodimlaringizni o'qiting. Sotuvchi chek bermasa, jarimani ko'pincha rahbar to'laydi. Kassir noto'g'ri summa ursa, muammo korxonaga keladi. Ombordagi tovar hujjatsiz bo'lsa, men bilmaganman deyish qiyin. Shuning uchun har bir xodimga oddiy yozma tartib bering. Mijoz to'lov qilsa chek beriladi. Qaytarilgan tovar alohida rasmiylashtiriladi. Terminal summasi kassa summasiga mos bo'ladi. Naqd pul kun oxirida hisobga olinadi. Bu katta kompaniya uchun emas, kichik do'kon uchun ham zarur. 6-qadam ijara, oldi-sotdi va qarz munosabatlarini og'zaki qoldirmang. Uy ijaraga bersangiz yoki ijaraga olsangiz, shartnoma qiling. Mashina sotgan bo'lsangiz, rasmiy qayd qildiring. Pul qarz bersangiz, hech bo'lmaganda yozma tilxat oling. Chunki yangi tartiblar ko'pincha elektron bazaga qaraydi. Og'zaki kelishuvni esa baza ko'rmaydi. Mashina allaqachon boshqa odamda yuribdi. Lekin hujjatda sizning nomingizda qolgan bo'lsa, jarima sizga keladi. Uyda boshqa odam yashaydi, lekin kommunal hisob sizning nomingizda bo'lsa, qarz sizdan so'raladi. 7-qadam. Ariza yozishda aniq bo'ling. Agar biror qaror, jarima yoki rad javobiga e'tiroz bildirmoqchi bo'lsangiz, murojaatingizda 4 ta narsani yozing. Nima bo'ldi, qachon bo'ldi, nega noto'g'ri deb hisoblaysiz, nimani so'rayapsiz? Masalan, falon sanada falon hisob raqamga qarzdorlik chiqarilgan, lekin falon sanada to'lov qilingan, chek ilova qilinmoqda. Qarzdorlikni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, mas'ul xodim ham masalani tezroq tushunadi. 8-qadam. Rasmiy manbani tekshirmasdan vahimaga tushmang. Telegramda qo'shnilar orasida, bozorda yoki ishxonada turli gaplar yuradi. 20 avgustdan hammani jarima qilishar ekan. Endi falon narsa taqiqlanar ekan. Hujjat almashtirmagan odamga katta jarima ekan degan gaplar har doim ham to'liq bo'lmaydi. Men sizga tavsiya qilaman, yangilikni eshitsangiz, uning rasmiy qarori bormi? Qaysi idora e'lon qilgan? Aynan kimlarga tegishli? Istisnolar bormi? Amal qilish muddati qanday? Shularni tekshiring. Agar tushunmasangiz, mutaxassisga murojaat qiling. Bitta maslahat uchun sarflangan vaqt keyinchalik katta jarimadan saqlashi mumkin. 9-qadam. Oilangizdagi katta yoshli insonlarga yordam bering. Ota-onalarimiz, buy-bobolarimiz ko'pincha elektron kabinet, SMS xabarnoma, ilova orqali to'lov qilishni bilmasligi mumkin. Ular qoidani buzmoqchi emas, shunchaki texnik jihatdan qiynaladi. Shuning uchun ularning kommunal hisoblarini, nafaqa kartalarini, telefon raqamlarini, hujjat muddatlarini birga tekshirib qo'ying. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar uchun bu juda muhim. 10-qadam. O'zingiz uchun kichik nazorat ro'yxati tuzing. Har oyning boshida 20 daqiqa vaqt ajrating. Kommunal qarzlar, jarimalar, soliq, bank to'lovlari, hujjat muddatlari, ish yoki biznes bo'yicha majburiyatlar. Shuni odat qilsangiz, yil avgust bo'ladimi, yil yanvar bo'ladimi, yangi qoidalar sizni kutilmaganda ushlab qolmaydi. Tartibli nazorat odamni nafaqat jarimadan, balki ortiqcha stressdan ham saqlaydi. Demak, avgustdan kuchga kiradigan yangi qoidalarga tayyorlanishning eng to'g'ri yo'li vahima emas, tartibdir. Men bugun sizga asosiy mantiqni tushuntirdim. Endi ko'p jarayonlar elektronlashyapti, nazorat kuchayyapti. Hujjat va to'lov intizomi muhimroq bo'lyapti. Haydovchi bo'lsangiz, avtomobil hujjatlarini tekshiring. Tadbirkor bo'lsangiz, kassa, chek, hisobot va xodimlar masalasini tartibga keltiring. Xodim bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz va rasmiy daromadingizga befarq bo'lmang. Uy egasi yoki ijarachi bo'lsangiz, kommunal to'lov va shartnomalarni aniq qiling. Ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, daromad va mol-mulk ma'lumotlari to'g'ri aks etayotganiga e'tibor bering. Eng muhimi, keyin ko'raman demang. Ko'p muammo aynan shu gapdan boshlanadi. Bugun tekshirilgan hujjat, bugun to'langan qarz, bugun yozilgan ariza ertaga katta muammoning oldini oladi. Sizdan iltimos kommentariyada yozing. 1 avgustdan qaysi yangi qoida sizni ko'proq xavotirga solyapti? Siz haydovchimisiz, tadbirkormisiz, xodimmisiz yoki kommunal to'lovlar bo'yicha savolingiz bormi? Fikringizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har birimizga kerak bo'lishi mumkin.